Bilganlar bo'lsa, bunaqa nomer qachon taqib yuramiz? Bir oy oldin naqd pul $45,000 ofitsialniy dilerda olingan avtomobil. Bugun esa juda ham zo'r pulga olishga imkoniyati bor. Sotuvimizga BYD Han eng fulloviy pozitsiyasiga 2025-yil atigi 1000 kilometr yurgan. Ikkita elektromotor 516 ot kuchi 3,9 sekundda 100 ga chiqadi. Polniy zaryadkada maksimalni 610 kilometrgacha yuraveradi. Endi sizlar bilan polniy salonini ko'rib chiqamiz. Rulga o'tirganimizda mana bizda vid shunaqa ochiladi. Приятный kofeyniy rangida qora kombinatsiyada salon, tomimizda katta panorama bor. Заводской Dino Audio premium akustik sistemasi, a также голосовой помощник rus tilida va o'zbek tiliga ham o'tkazsanglar bo'ladi. Head-up display, беспроводной telefonga zaryadchika mavjud, a также деревянный вставкаlar ham bor. Как бы premium segment deb uni ishlab chiqargan. Masla BYD Han atiga 1000 kilometr yurgan, zo'r pulga olish imkoniyati bor. Primoy egasi nomeri tashab ketaman. Narxi $38,000. Telefon qilinglar, gaplashinglar. Umuman kamchiligi yo'q.